Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-iyun haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Ayol qizlar uchun ko'ylaklar. Bu atlas nusxalilar nech puldan? Bular HBmi materiali? Nech pul? Pachkaga 65 ming so'm ekan, donaga 70 ming so'mmi? Bular mana shu birinchida turganlar, mana shu atlaslilarda. Chiroyli ranglari ham bor ekan bu tarafda. Unda qizilga tortib ketadigan ranglar ham bor. Mana. Razmer nechtalik bularda? 60 gacha razmeri bor. Nechidan? 48 dan 60 gacha razmer ekan bular. Donaga pachkaga narxi aytildi. 60 uzun 90 ming bular. Uzun bo'yi biri. Buni uzuni ham bormi? Buni biri bo'yi uzuni bor ekan, 90 ming so'm ekan pachka narxi. Nechi dedingiz bo'yi uzunini? 128 ekan bo'yiga. Bu sariq ko'ylak nechi pul? Bular 45 ming pachka. Bular 45 ming so'm ekan. Mana bu sariq ko'ylak lozim ekan, selam ekan. Donaga nechi pul? Donaga 50 ming. Donaga 50 ming so'm ekan. Pachkaga 45 ming so'm. Razmeri 48 dan 58 gacha razmer. Yaxshi. Xo'sh, endi bu taraflarda qanaqangi nimalar bor ekan? Mana bular shuni rasvetkasimi yo bu? Ko'ylaklar, xabalar, markiz. Ko'ylakni o'zi HBlar ekan, markiza. Markiza HBmi? 50 mingdan bo'lishi. 50 ming so'mdan pachka narximi, donagami? Bo'lishi. Pachkaga ham Donaga ham, pachkaga ham narxi 50 ming so'mdan ekan. Mana bulardi. Razmer nechtalik bunda? 60 gacha razmeri. Nechidan? 50 dan 50 dan 60 gacha razmer ekan. kam qoldi. Yaxshi. Bular ham shuni rasvetkasi, yo bu? Bular shtampil selemlar. Bular selem shtampillar. Nech pul? 38 ming pachka narxi. Pachka narxi 38 ming so'mdan ekan. Nechidan boshlanadi razmer? 50 dan 50 dan 60 gacha razmer. Bular shuni rasvetkasi. O oxirigacha. Ha, 100 mingga 3 talilarimiz ham bor. Qaysi biri 100 mingga 3 ta? Atlas nusxa, yashil bilan sariqlar qolgan. Mana bular 100 mingga 3 ta shular, ha? Ular 100 mingga 3 tadan ekan. Telefon nomerlarini ham aytamiz. Nomerlaring nechi? 91lik. Nomerlari 91lik 145 46 46. Xo'p, bu ham shuni rasvetkasi. 5-6 rasvetkasi bor, ikkitasi ilingan. Zamogisi bor nech pul? Bularimiz 50 mingdan, pachaga 45 ming. Bular pachkaga 45 ming so'm, donaga 50 ming so'mdan ekan. Pachaga 65 ming. Pachka Xo'p, buchi 3D'lar. ha, ularimiz selemlarimiz 55 ming. Selem shtampili. Ha, shunaqalar 55 mingdan pachka narxi. Pachka narxi 55 ming so'mdan ekan bulardi. Donaga nech pul? Bu 60 ming. 60 ming so'm ekan donaga. Ko'ylak lozim. Bularchi? Shu bir xil shaklga yoqasi. 50 ming, o'shalar pachaga 45 mingdan beryapman bularni ikkalarini. Bo'l, bular bir xil ekan. Bular ham shunaqa, narxi bir xil ekan. Xo'p, telefon nomerlari aytildi. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 4 da bozor boshlanadi, kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelaverasizlar. Bunisi nech pul? Bular 55 ming pachka narxi. Pachka narxi 55 ming so'm, donaga 60 ming. 60 ming so'm ekan. Razmer bular. Xo'p. Kelaverasizlar mana. Shu bozor.